Bugungi 3 rubrikamiz psixologlarga ataladi. Birinchi rubrikamiz 10 soniyada psixotest rubrikasi deb ataladi. Foydalanuvchi 10 soniya ichida tez javob beradigan qiziqarli psixologik savollar. Masalan, avval nimani tanlaysiz? Suv, puldu yoki do'stlik? Sababini bilib oling deb turib, siz uni chat place'ga ulashingiz mumkin va kommentariyaga qanaqadir so'zni qoldirsangiz, men sizga javobini jo'natib beraman deysiz va bu narsa sizga juda ham ko'p obunachilarni olib keladi. Ikkinchi rubrikamiz psixologik noto'g'ri maslahatlari rubrikasi. Ya'ni ommada keng tarqalgan, ammo psixologik jihatdan noto'g'ri bo'lgan maslahatlar va ularni o'rniga to'g'ri yondashuv berasiz. Masalan, o'zingni yaxshi his qilmaganingni boshqalarga bildirma. To'g'risi esa his-tuyg'ularni tan olish sog'lom muomala asosi. Shuni siz isbotlab berasiz va tushuntirib berasiz. Uchinchi rubrikamiz bo'lsa, bugungi kundagi aktual mavzularga beriladigan o'zini tepkilari, ya'ni psixolog sifatida o'zingizni bugungi kundagi aktual mavzularga fikrlaringizni bildirasiz yoki yangi chiqqan qanaqadir muammolarga bo'lgan fikrlaringizni bildirasiz va bu narsa sizga ketma-ket o'sha savollar kelib tushishi yoki konsultatsiyaga mijozda chiqishiga olib keladi. Men sahifamga obuna bo'ling. Bugun 9 soniya qolganda Reels joylayapman, keyingi kunga o'tib ketmasligi uchun. Challenge'imiz hali ham davom etyapti.